Assalamu alaykum hörmətli televizor kökçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünüzlə qarşılayırıq. Amerika prezidentinin dövlət vəziyyətindən məlumat veriş yığınına tuncu qətim Uyğur vəkili qatnaşdı. 2020 illik qışlıq tətillik robot görgəzməsi İstanbulda açıldı. Amerikada tuncu qətim bir Türk musulman saqçı idarəsi başlığı oldu. Mike Pompeo Amerikanın Türkiyəni Suriyada qollaydiganligini bildirdi. Tövəndəki ixtilaf xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. 4 fevral günü Amerika prezidenti Trump'ın dövlət vəziyyəti boyunca məlumat veriş nutq murosimi Amerika Dövlət Məclisində ötküzildi. Murosimga Amerika Dövlət Məclisinin Avam palatası bilan Kengash palatasıga mansub barliq a'zolari, Aqsaroydagilar, yuqori darajalik hərbiy amaldorlar, Amerika Oliy sudi hamda federal hukumatning yuqori darajalik xodimlari bo'lib nurg'un kishi qatnashdi. Amerika prezidentining bu yillik dövlət vəziyyətidan məlumat verish bo'yicha nutq so'zlash murosimiga Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchi, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas Amerika Kengash palata a'zosi Mark Rubioning taklifi bilan qatnashdi. Bu Uyg'urlarning tunji qatim Amerika prezidentining dövlət vəziyyətidan məlumat verish nutq murosimiga qatnashi bo'lib hisoblanadi. Amerika prezidenti Trump bu yillik dövlət ahvolidan məlumat verish nutqida Amerika iqtisodining yaqinqi 3 yildan buyon izchil o'rlash holatini davomlashtirib kelayotganligini alohida ta'kidlab, Qo'shma Shtatlarning tashqi savdoda, bo'libmi Xitoy bilan bo'lgan savdo urushida Xitoyning uzun yillardan buyon Amerikadan foydalanish, Amerikaning aqliy mulklarini o'g'irlash qatorliq bir qator qilmishlarga unumli chek qo'yganligini, Xitoyga yetar amdi deganligini eskartib o'tdi. Trump'ның bu qitimliq nutqi uning Aqsaroyga kirgandan buyon Amerika Dövlət Məclisida dövlət ahvolidan ma'lumot berish bo'yicha so'zlagan 3-qitimliq muhim so'z bo'lib, o'tgan yili so'zlagan so'zida Amerikaning buyukligini tanlashni ta'kidlagan. Bu yillik so'zida nihoyat ishonch bilan Amerikaning buyukligini qayta qurib chiqdik dedi. U nutqida yana Amerikaning xalq turmushi, ma'arif, sog'liqni saqlash, ko'chmanlar, qo'shnilar bilan bo'lgan munosabat, davlat bexatarligi va dunyo demokratiyasini qo'g'dash qatorliq jihatlardagi eng yangi yuzlanishlarni tilga olib o'tdi. İgilnişçe Roshan Abbas bu murosimga Amerika Kengash palatasi a'zosi Marco Rubioning alohida mehmoni sifatida qatnashgan. Marco Rubio o'zining bugun e'lon qilgan bayonotida Amerika prezidentining bu yillik davlat ahvolidan ma'lumot berish murosimiga Uyg'ur faoliyatchisi Roshan Abbas bilan Florida shtatining boshlig'i Janet Nonizni o'zining alohida mehmoni sifatida taklif qilganligini bildirgan. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas yaqin yillardan buyon Xitoy hukumatining Sharq Turkistonni qurgan yig'ilish lagerlarini taqash va lagerlarga qamalgan Uyg'ur tutqunlarning qiyin ahvolini dunyoga anglatish jihatda aktiv faoliyatlarni olib bormoqda. Uning Amerika demokratiyasining nihoyat muhim an'anasi hisoblanadigan bu murosimga taklif bilan qatnashishi muhojiratga Uyg'ur jamoatini suyundirmoqda. 3 fevral günü Türkiye'deki Uyghur İslam Grupasının uğurlaştırışı bilen robot yani maşina adam kurslarının 2020 yıllık kışlık tatillik görgezmesi İstanbul Ayvan Saray'daki Türkiye Yaşlar Fondu'nun merkezinde açıldı. Mazkur görgezmede Uyghur İslam Grupası teşkillab kelayotgan robot yani maşina adam sınıf o'quvchilarining ijodiyatlar görgezme qilgan bo'lib, yig'inga İstanbul'daki Uyghur o'quvchilar, Uyghur ziyolilari, robot sınıfının o'quvchilari va ota-onalar qatnashdi. Yig'inga Amerikadagi olam qatnash idorasining injeneri, doktor Erkin Sidiq tor orqali qatnashib, echilish so'zi qildi. Erkin Sidiq apandi ko'rgazma qatnashgan İstanbul jamoatining qizg'in kayfiyatidan intayin mamnun bo'lganligini, Uyg'ur xalqining qo'lidagi narsadan saqlab qolish uchun kuchlanish kerakligini, yoshlar tashkillagan mazkur faoliyatdan qattiq ta'sirlanganligini aytdi. Orqadan Uyg'ur Islam Grupasining mas'ullari robot kurslarining maqsadi va ma'rif andisi to'g'risida atrofli uchur berdi. Mazkur guruhdagi yoshlar yana texnika, injenerlik, matematika va bilim qatorliq so'zlarning ingliz tilidagi bosh harflardan tuzilgan sistem so'ziga va ma'rif andisiga aniqlama berdi. Yig'inda yana yumshoq detal injeneri Abdushukur Abdurashid va Murat Urxullah muhim so'z qildi. Uyg'ur Islam Grupasi 2013-yili 2 yoshning o'z qiziqishi bo'yicha bir kelib, tabiiy fan bilimlarini asos qilib qurgan ilm-fan tor bekitidan boshlangan bo'lib, 2018-yili 12-oyda qayta tashkillangan. 2019-yili 3 qatim ochilgan robot kursida 70 ga yaqin o'quvchi tarbiyalangan. 2019-yilning oxiridan boshlab mazkur Uyg'ur Islam Grupasining nomi sistem atilishga boshlagan bo'lib, ma'rif andisi bo'yicha kompyuter, robot, programma tillari, matematika, fizika va boshqa tabiiy fanlar bo'yicha o'quvchilarni tarbiyalashni asos qilgan. Bu yillik 4 kursda 45 o'quvchi bor ekan. Kuzatuvchilarning qarashicha Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi bostirish va assimilyatsiya siyosati tufayli muhojiratlik Uyg'urlarda milliy kimlik andisi kuchayotgan bo'lib, muhojiratlik Uyg'urlar milliy kimlik va milliy madaniyatini saqlab qolish bilan birlikda har xil ilmiy faoliyatlar va texnik ma'rifat orqali o'zini kuchaytirishni nishon qilmoqda ekan. Amerikada tunji qatim asli turkiyalik saqchi İbrahim Mike Baykora idora boshlig'i bo'lib vazifaga tayinlandi. Patterson saqchi idorasida 32 yildan buyon xizmat qilayotgan İbrahim Mike Baykora Patterson shaharlik hukumat binosida o'tkazilgan alohida murosimda qasam berib vazifa topshirib oldi. Murosimga Turkiya elchixonasining xodimlaridan boshqa yana New York va New Jerseyda turishliq turk jamiyatlari a'zolari,
Patterson şəhərlik hökumətinin yuqori dərəcəlik məsulları şundaqla İbrahim Mayk Baykoraның ailesi və yaqinləri qatnaşdı. Qasam beriş rəsmiyyətindən keyin Amerika dövlət marşı çelinib, dua bilan murosim boshlandı. Murosimda nutq so'zlagan Patterson şəhərlik hökumət başlığı Andrey Sayg, İbrahim Mayk Baykora Patterson şəhərinin tunji türk, tunji musulmon və tunji ximiya injenerligini bitirgan soqchi boshliq bo'lganligini, uzun yil soqchi idarasida ko'rsatgan xizmatlari, tirishchanlik sababidan bu vazifaga loyiq ekanligini, Amerikani o'z uyida ko'rgan ko'chmanlarning g'alabasidir degan. İbrahim Mayk Baykora 228 yillik tarixiy binoda o'tkazilgan murosimda Qur'on tutib qasam berdi. İbrahim Mayk Baykoramo Patterson şəhərinin yerim əsrlik ailesi ekanligini, bu şəhərga xizmat qilishdan xo'shallik his qiladiganligini bildirdi. Murosim oxirida turkcha duo tilovat qilingandan keyin İbrahim Mayk Baykora tabriklarni qabul qildi hamda turk bo'lganligidan va tug'ilgan yurtidan faxrlanadiganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Turkiyaning Idlibda Suriya armiyasiga qarshi boshlagan harbiy harakatini qo'llaydiganliklarini bildirdi. Mike Pompeo Turkiyaning Idlibda Suriya armiyasiga qarshi boshlagan harbiy harakat to'g'risida yozma bayonot e'lon qilib, Amerikaning Bashar Asad hokimiyati, Rossiya, Iran va Hizbullahning Idlib xalqiga rahimsizlik bilan qilayotgan hujumlarini yana bir qatim ayblaymiz. 3 fevralda koordinatsiya va jiddiychilikni pasaytirish uchun qurilgan kuzatish nuqtasida vazifa o'taydigan Turkiya harbiy xodimlari jinidan ayrilgan hujumdan keyin darhol NATO ittifoqdoshi bo'lgan Turkiyani qo'llaydiganligini, Türkiye'nin qonunluq bo'lgan o'zini qo'g'dash huquqi doirasida tashlagan haqliq qadamlarni butunlay qo'llaydiganligini, o'lim yetim hodisalar tufayli Turkiya hukumatiga sabr tilaklarini yetkazadiganligini bildirib, Bashar Asad hokimiyati, Rossiya, Iran va Hizbullahning harakatlarining Suriyaning shimolida urush to'xtatishni kapolatga ega qilishga bevosita to'sqinlik qiladiganligini eskartib, bu yovvoyi qilingan hujumlar oxirlashi kerak. İnsanparvarlik yordamlarining yetkazilishi, kapolatga ega qilinishi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 2254-nomerli qarori bo'yicha tinchlik qaytadan o'rnatilishi kerak deyilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.